29 yoshga kirib tushungan haqiqatlar. Erkak kishini qadri pul bilan. Kim nima desa, lekin bu haqiqat. Baxt pulda emas. Hamma narsani ham pulga sotib ola olmaysan degan ertaklarga ishonib yurmang. Bu dunyoda faqat ayollar, bolalar va uy hayvonlarinigina hech qanaqa shartlarsiz yaxshi ko'risha oladi. Lekin erkak kishi o'z qadrini doim ishlab topish kerak. Bu yomon emas, yaxshi emas. Bu shunchaki hayot haqiqati. Muvaffaqiyatga erishganingizda atrofingizda o'nlab, yuzlab insonlar qarshi echaladi. Lekin ularni ich-ichidan nima o'tayotganini bilganingizda edi, dunyo ko'zingizga qorong'u ko'rinib ketgan bo'lardi. Aslida muvaffaqiyatlarimizga samimiy xursand bo'ladigan insonlar ota-ona va oila a'zolarimiz. Ulardan tashqari yana kimdir bo'lsa, siz baxtli inson. Rejalaringiz qanchalik yaqin bo'lmasin, u 100% amalga oshmagungacha hech kimga lom-lum demang. 99% o'xshab turgan rejalarim butun dunyoga jar solganim uchun tegi olib ketgan. Va aksincha, hali o'xshaydimi deb sir saqlaganlarim doim o'xshab kelgan.